Mana bu videoni bitta ko'ring, ikkita farqni hozir men sizga keltirib beraman. Qanaqa joyga kelganimizni biz. Hamma iPhone 17 ni jinnisi bo'layotgan paytda men Tailanddan baqani tuxumini olib keldim. Fioletovis bunaqasi ancha-muncha joyda yo'q ekan. Qaranglar endi oddiy bitta baqani tuxumi deb turib olib chiqib turib, sizga qanchadir pul beraman, komment yozing, like bosing deganim, shuncha like, shuncha komment bo'lganda, kecha kelgan qaranglar endi mana bu videoda. Keyinlar agarda O'zbekiston sizni qo'llab-quvvatlab, mana shu videoga 100 mingta like bo'lib, 100 mingta komment bersa, sizga bitta telefon beraman. Qaranglar, odamlar faqat o'zim bo'lsam deydi-da. Birinchi o'zim bo'lsam deyishdan oldin birovga ham bo'lishini xohlasa, agar nasib qilishini xohlab, pateshka qilib birga nima bo'lsa, keyin o'ziga ham bo'ladi-da u narsa. Men hozir hayron qolganim, oddiy bitta, men prosta gapirib o'sha prosmotr uchun olib chiqadigan baqani tuxumi deb olib chiqadigan videoyim shuncha prosmotru, shuncha like, shuncha kommentu, bitta odamga yordam beraman deganim, qaranglar, bitta odamga yordam berishim kerak yoki kimgadir nima qilishim kerak. Men sizlardan pul so'ramayman. Like, komment so'rayman yoki kimlargadir do'stlaringga jo'natishlarini so'raymanda. Shunaqa desam, menda har doim shu narsa bo'lmaydi. Yoki Instagram aqllilik qilyaptimi tushunmayman. Men shunaqa qanaqadir odamlarga yordam beradigan kontent qilsam, Instagram rekka olib chiqib bermaydi. Hayron qolaman mana shu narsaga. Xullas, qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. 1.600.000 obunachi yiqqanmiz shu joygacha. 1.600.000 degani birlashsa agar juda ham kuch degani. O'shaning uchun bir-birimizni podдержка qilaylik. Xullas, qo'llab-quvvatlanglar. Men sizlar qancha qo'llab-quvvatlasangiz ham ko'proq odamlarga yaxshilik qilib yurishga harakat qilaman. Chunki men daromadim oshgandan keyin ko'pchiligiga birga bo'lsin deydigan odamman. Rahmat, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar.